Ertasi kuni barvaqt uyg'onib, aylanib kelish uchun uydan chiqdim. Sohil bo'yida tabdili havo qilishning gashti o'zgacha edi. Portaqol bog'idan 2 dona apelsin olib, suvini shimgancha o'rmon yo'li tomon burildim. Ichimda bir bo'shliq bor edi. Igna bargli baland daraxtlar oralab yurdim. O'rmon ichi tumanli edi. Ancha ichkarilab ketgandim. Bir payt kutilmaganda yelkamga tushgan kaltak zarbidan yerga yiqildim. Nima bo'lganini hali idrok etib ulgurmasimdan ustimga yog'ilgan zarbalardan sal bo'lmasa o'zimni yo'qotib qo'yayozdim. Qarshimda 2 kishi turar va ular meni ayamay do'pposlashardi. E'tibor bilan qaragach, ko'rdimki, ular Surayoning akasi va otasi edi. Ota shart bo'g'zimdan chang soldi va g'azab bilan baqirdi. Agar yana bir marta qizimni bezovta qiladigan bo'lsang, seni o'ldiraman. Surayoning akasi esa tashlanish uchun men tomon zapchir, ammo otasi unga to'sqinlik qilardi. Qo'yib yuboring ota, bu marazni o'ldiray, mahallamiz ham qutulsin bu iflosdan. Boshimga tushgan bir necha kaltak zarbidan so'ng hushimdan ketdim. Ular meni o'rmonda shu holimda tashlab ketishdi. It azobini ko'rdim. Ko'nglim ham ayniyotgandi. Emaklab borib bir daraxtga suyandim. Ust boshim changga belanib ketgandi. Ancha paytgacha qimir etmay yotdim. Picha o'zimga kelgach, bazo'r o'rnimdan turdim. A'zoyi badanim qaqshab og'rirdi. Sudralguday bo'lib borardim. Sal naridagi anhorda yuz qo'limni yuvdim. Hovuchimga suv olib yuzimga urganim sayin o'zimga kelardim. Idrokim tiniqlasha boshlagach, ichimda intiqom tuyg'usi ko'z yorganini payqadim. Ammo Surayoning akasi va otasiga ziyon yetkazish qizdan butunlay ayrilish bilan teng edi. Shuning uchun boshqa bir yo'lini topishim kerak. Cezarga qo'ng'iroq qildim. Ko'p o'tmay mashinasi yetib keldi. Ahvolimni ko'rib xavotir bilan so'radi. Seni kim bu ko'yga soldi? U olazarak bo'lib atrofga qarar, aybdorni izlab so'kinardi. Kim qildi buni do'stim? Asta ingrandim. Eshikni och, biroz dam olay. Do'stim mashina eshigini ochdi. Ichiga cho'zildim. U hamon g'udranar, aybdorni atrofdan qidib, og'zidan bodi kirib, shodi chiqardi. Og'ayni, iltimos ayt. Kim seni bu ahvolga soldi? Qo'llarini sindirmasam agar erkak emasman. Qo'yaver Cezar. Falokat deya qolaylik. Nima? Bu qilg'likni qilganlar indamay qutulib qolaveradimi? Albatta bu shundaylikcha qolmaydi. Men ularni iltimos, ayt do'stim. Qo'yog'ayni qo'yaver mayli. Cezar aybdorlarni topish uchun har qancha qiyin qistovga olgan bo'lsa-da, dosh berdim. To'g'risi ham shu edi. Chunki u naq telbaga aylanayotgandi. Koshki uni bilmasam ekan. Bir ishga kirishdimi, to uni bitirmaguncha hech narsadan tap tortmaydi. Dars berib qo'yishga bo'lgan har qanday urinishi o'lim bilan yakunlanishi mumkin. Bunday tavakkalga qo'l ura olmasdim. Mashinani dengiz sohiliga olib bordik. Cezar bintga yuzimning mamataloq bo'lib ketgan joylariga bosardi. Bular sening toza po'stakingga qoqishibdi. Hech qis yo'q. Oxirgi paytlarda ancha zang bosib qolgandim. Yaxshi bo'ldi. Hech narsa qilmayman, ayta qol endi. Ancha o'zimga kelib qolgandim. Qaddimni tiklab o'tirib oldim. Iching qizib yorilib o'lsang ham aytmayman. Shunaqami? Unda bilganingni qil. O'ldirib ketsa ham menga farqi yo'q endi. Shu kepatangda otangning ko'ziga qanday ko'rinishingni o'yla. Cezarning mana shu gapidan keyin xayolimga ajoyib bir fikr keldi.